3-kursligimda o'qishni tashlab ketishga majbur bo'ldim. Yoshligimdan tibbiyot yo'lini tanlagandim. Bilmadim, balki ota-onam shu sohada bo'lishgani uchundir, bu yo'l meni qalban tortardi. 2009-yilda shu orzularim sabab Samarqand davlat tibbiyot universitetiga o'qishga kirdim. Ammo kutilmaganda hayotimda sinovlar boshlandi. Sog'lig'imdagi muammolar sabab 3-kursligimda o'qishni tashlab ketishga majbur bo'ldim. Bu men uchun juda og'ir davr edi, chunki orzularim, maqsadlarim hammasi shu yo'l bilan bog'liq edi. Lekin vaqt o'tib asl haqiqatni tushundim. Alloh sabr qilgan bandasini hech qachon yolg'iz qoldirmasligini va har bir sinov aslida yangi yo'lga tayyorgarlik ekanligini. Bugun men shifokor emasman, lekin baribir tibbiyot yo'lidaman. Darmomed asoschilaridan biri va rahbari sifatida har kuni insonlar sog'lig'iga hissa qo'shishga harakat qilaman va bu men uchun katta ne'mat. Shuning uchun men o'zimga doim bitta narsani eslataman. Agar niyat toza bo'lsa va inson Alloh roziligi yo'lida harakat qilsa, har qanday muammoning yechimi topiladi va hech qanday eshik abadiy yopib qolmaydi. Agar boshqaruv va sog'liq haqida ochiq gaplarni bilmoqchi bo'lsangiz, sahifamni kuzatib boring.